Hammaga salom. Bugun bizada yangi rubrika. Xitoydan kelgan tovarlarni rasmda va hayotda qanaqa kelganini solishtirib ko'ramiz. Men shunaqa korobkalardan boshlamoqchiman. Wow! Bunaqa bo'lib ochilar ekan. Buni qaranglar, qanaqa chiroyli turishini. Faqat bu rangi kumush rang. Uchinchisi, deyli chiroyliligini. Buni sal kiyish qiyin ekan, lekin juda ham chiroyli turar ekan. Keyin bo'lsa kerak o'sha. Bu long sleeve'lar. Wow, buni materiali juda ham zo'r ekan. Bir xil oq va qora olgan edim. Va bu ham kofta. Shunaqa kofta. Men buni pichaklarni tagidan kiyaman deb olganman. Hozir pichak bilan kiyib ko'rsataman. Materiali juda ham yumshoq ekan. Aynan bahorga bo'ladigan material. Yenglari shunaqa aksentli. Bunaqa pichak bilan kiyib ko'rdim. Bu menimcha naski bo'lsa kerak. Bahorga yozga naski zakaz qilib tashladim juda ham. Buni ko'pligini qaranglar, ichida men bunaqa ko'p zakaz qilmovdim. Mana shunaqa naskilar. Yana bitta long sleeve. Faqat boshqacha long sleeve. Bahorga bo'ladi. Hozir kiyib ko'rsataman. Mana. Bu razmeri balshimyarka ekan menimcha. Keyingisi oddiy basic oq naskilar. Bahorga va yozga juda ham kerakli narsa bu. Bu top. Qora va oq rangda. Shunaqa oddiy top, havo o'tkazadigan. Buni yozda, bahorda rubashkalarning ichidan kiyishga oldim. Keyingisi, bu ham menimcha naski bo'lsa kerak. Shunaqa gulli naski mana. Oxirgi zakazlarimdan klasi ham remen bo'lishi kerak. Bu asosan pichaklarni ustidan kiyishga. Oxirgisi bu ham remenga o'xshayapti. Topdim. Wow. Kachesi juda ham zo'r. Videoda nimadir yoqib qolgan bo'lsa, aynan shu Telegram kanaliga ulanib olib, buyurtma qilishingiz mumkin.